Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar va aziz kanalimiz obunachilari. Bugun biz siz bilan juda muhim, tom ma'noda har bir inson hayotiga daxldor bo'lgan masalani muhokama qilamiz. Agar sizning oilangizda pensiya yoshidagi insonlar bo'lsa yoki sizning o'zingiz pensiyada bo'lsangiz, demak, bugungi suhbatimiz aynan siz uchun. Men sizni ogohlantirmoqchiman. Hozir aytiladigan ma'lumotlar nafaqat muhim, balki hayotiy zarur hisoblanadi. Bu ma'lumotlar sizga nafaqat mablag' tejash, balki qo'shimcha daromad olish imkoniyatini ham berishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zimga e'tibor bering va hoziroq kanalimizga obuna bo'ling hamda videoga like bosing. Bu sizdan hech narsa talab qilmaydi, lekin bizga juda katta yordam beradi. Bugungi mavzuyimiz Prezident pensionerlar uchun katta doplata aprelda deb nomlanadi. Siz bu sarlavhani ko'rib darhol savol berishingiz tabiiy. Bu qanday doplata? Kimlarga beriladi? Uni qanday olish mumkin? Aynan mana shu savollarga men bugun batafsil javob beraman. Keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. Pensiya tizimi doimiy rivojlanib boradigan, o'zgaruvchan tizimdir. O'tgan yillar davomida pensiya ta'minoti asosan aniq belgilangan qonunlar va normativ hujjatlar asosida amalga oshirilib kelgan. Pensiyalar fuqarolarning yoshi, mehnat staji, ish haqi miqdori kabi omillarga qarab hisoblangan. Ba'zi toifadagi fuqarolar, masalan, nogironlar, urush qatnashchilari, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari uchun alohida imtiyozlar va qo'shimchalar mavjud bo'lgan. Biroq bu qo'shimchalar ko'pincha juda cheklangan miqdorda bo'lib, hayotning bugungi talablariga to'liq javob bera olmasligi holatlari kuzatilardi. Inflyatsiya, narxlar osishi, kommunal to'lovlar, dorilar narxining oshishi kabi omillar tufayli ko'plab pensionerlar moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishardi. Pensionerlarimizning ehtiyojlari doimiy ravishda ortib bormoqda. Biroq ularning daromadlari, ya'ni pensiyalari har doim ham bu ehtiyojlarni qoplay olmas edi. Ko'pchilik pensionerlar nafaqat o'zlarini, balki ba'zan farzandlariga, nabiralariga ham yordam berishga intilishadi, lekin buning uchun yetarli mablag' topa olishmasdi. Dorilarga pul yetkazish, oziq-ovqat xarajatlarini qoplash, kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lash kabi masalalar ularning har kungi tashvishiga aylanib qolgandi. Prezidentimiz bu holatni doimiy ravishda kuzatib boradi va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni, xususan pensionerlarimizni qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratadi. Aynan shu sababli yaqinda prezidentimizning tashabbusi bilan pensiya tizimida katta o'zgarishlar yuz berdi. Bu o'zgarishlar nafaqat pensiya miqdorining oddiy indeksatsiyasini nazarda tutadi, balki ba'zi toifadagi pensionerlar uchun maxsus, sezilarli darajadagi qo'shimcha to'lov, ya'ni doplata joriy etilishini ham anglatadi. Bu shunchaki bir martalik bonus emas, balki tizimli yordam bo'lishi kutilmoqda. Xo'sh, bu katta doplata nimani anglatadi? Avvalo, ta'kidlash joizki, bu prezidentimizning ijtimoiy siyosatining davomi bo'lib, aholining eng zaif qatlamini, ya'ni pensionerlarimizni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan aniq bir mexanizmdir. Bu doplata aprel oyidan boshlab ba'zi bir toifadagi pensionerlarga berilishi rejalashtirilgan. Bu yangilik pensionerlarimizning turmush sharoitini yaxshilash, ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, ularga munosib qariyali hayot kechirish imkoniyatini berish uchun joriy etilmoqda. Endi esa bu doplatani kimlar olishi mumkinligi, kimlar tashvishlanmasligi kerakligi va kimlar e'tiborli bo'lishi lozimligi haqida batafsil to'xtalamiz. Main part 1. Batafsil tahlil. Keling, kimlarga bu doplata berilishi va kimlarga berilmasligi haqida aniqroq gaplashaylik. Eng muhimi shundaki, bu doplata barcha pensionerlarga avtomatik tarzda berilmaydi. U aniq mezonlarga asoslangan bo'lib, bir nechta toifadagi pensionerlar uchun mo'ljallangan. Birinchi toifa bu yolg'iz yashovchi pensionerlar. Bu toifaga turmush o'rtog'i bo'lmagan, farzandlari yoki boshqa yaqin qarindoshlari bilan birga yashamaydigan, ya'ni ijtimoiy himoyaga ayniqsa muhtoj bo'lgan shaxslar kiradi. Bu holatda yolg'iz yashovchi deganda rasmiy ravishda uy xo'jaligida boshqa biror shaxs bilan ro'yxatda turmagan va moddiy jihatdan ularning yordamiga muhtoj bo'lgan pensionerlar tushuniladi. Sababi shundaki, yolg'iz yashovchi keksa insonlar uy-ro'zg'or ishlarida, dorilarni sotib olishda, shifokorga borishda yoki oddiy maishiy muammolarni hal qilishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bu doplata ularning hayotini bir qadar yengillatishga xizmat qiladi. Ikkinchi toifa bu mehnat staji talabdan yuqori bo'lgan pensionerlar.
Bilasizki, har bir pensiya turini olish uchun ma'lum bir mehnat staji talab etiladi. Masalan, ayollar uchun 20 yil, erkaklar uchun 25 yil. Ammo agar pensionerning mehnat staji ushbu talablardan sezilarli darajada oshiq bo'lsa, masalan, ayol kishi 35 yil, erkak kishi 40 yil ishlagan bo'lsa, u holda unga qo'shimcha doplati berilishi ko'zda tutilgan. Bu yillar davomida mamlakat rivoji uchun qilgan mehnatini e'tirof etish va munosib rag'batlantirishdir. Davlat bunday insonlarning xizmatlarini qadrlaydi va ularga qo'shimcha moddiy yordam ko'rsatishga intiladi. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilaydi, balki yosh avlodga ham fidokorona mehnat namunasini ko'rsatadi. Uchinchi toifa bu nogironlik pensiyasini oluvchi shaxslar, ayniqsa birinchi guruh nogironlari. Bu toifadagi fuqarolar ko'pincha doimiy parvarishga muhtoj bo'lishadi. Maxsus dorilar va reabilitatsiya vositalariga katta mablag' sarflashadi. Ularning ozoziga xizmat ko'rsatish imkoniyatlari cheklangan bo'ladi. Shuning uchun ularga qo'shimcha moddiy yordam juda ham zarurdir. Bu doplati ularning tibbiy xarajatlarini qoplashga, turmush sharoitini yaxshilashga va ularga o'zlarini jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida his qilishlariga yordam beradi. To'rtinchi toifa bu muayyan kasb egalari yoki maxsus xizmat ko'rsatgan shaxslar. Bu toifaga urush faxriylari, mehnat faxriylari, ta'lim, tibbiyot, madaniyat sohasida uzoq yillar fidokorona mehnat qilgan shaxslar yoki davlat mukofotlari bilan taqdirlangan fuqarolar kirishi mumkin. Bunday insonlar o'z hayotlarini jamiyatga xizmat qilishga bag'ishlaganlar va ularning bu fidokorona mehnati davlat tomonidan munosib baholanadi. Aniq ro'yxat prezident qarorida keltiriladi. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar siz yuqoridagi toifalarga kirmasangiz, lekin pensiyangizni muntazam ravishda olib turgan bo'lsangiz, bu sizga doplati berilmaydi degani emas. Barcha pensionerlar uchun pensiyalarning muntazam indeksatsiyasi va oshirilishi davom etadi. Bu yangi doplati esa faqatgina ma'lum toifadagi insonlarga beriladigan qo'shimcha imtiyozdir. Shuning uchun, agar siz bu toifalarga kirmasangiz, avvalgi tartibda pensiyangizni olishda davom etasiz. Faqatgina bu yangi, katta doplati sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollar orqali vaziyatni tushuntirsam. Bir misol, Oysha xola 72 yoshda. Turmush o'rtog'i vafot etgan, farzandlari chet elda ishlaydi va Oysha xola Toshkentdagi yakka o'zi yashaydi. Uning pensiyasi hozirgi kunda 1.200.000 so'm. Yolg'iz yashovchi pensioner bo'lganligi sababli u yuqorida aytilgan birinchi toifaga kiradi. Yangi qonunchilikka ko'ra unga 400.000 so'm miqdorida qo'shimcha doplati ajratilishi kutilmoqda. Natijada Oysha xolaning umumiy pensiya miqdori 1.600.000 so'mga yetadi. Bu mablag' unga dorilarni sotib olish, kommunal to'lovlarni to'lash va kundalik ehtiyojlarni qoplashda sezilarli yordam beradi. Oldin u ba'zi xarajatlar uchun bolalarning yordamiga umid qilardi. Endi esa o'zini ancha erkin his qiladi. Ikki misol, Akbar aka 68 yoshda. U 40 yil davomida maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Mehnat staji talab qilingan 25 yildan ancha yuqori. Hozirgi pensiyasi 1.500.000 so'm. Uning mehnat staji talabdan yuqori bo'lganligi sababli u ikkinchi toifaga kiradi. Unga ham taxminan 300.000 so'm atrofida doplati berilishi mumkin. Shunda Akbar akaning umumiy pensiyasi 1.800.000 so'mga ko'tariladi. Bu mablag' unga o'zining sevimli hobbisi, bog'dorchilikka ko'proq e'tibor berish, yangi kitoblar sotib olish va nabiralariga sovg'alar ulashish imkonini beradi. U o'zining uzoq yillik mehnati davlat tomonidan munosib baholanganidan xursand bo'ladi. 3 misol, Gulnora opa 55 yoshda, tugma birinchi guruh nogironi. Uning pensiyasi hozirda 1.100.000 so'm. U doimiy parvarishga muhtoj va qimmat dori-darmonlarni qabul qiladi. Nogironligi tufayli u 3-toifaga kiradi. Unga ham 450.000 so'm miqdorida maxsus doplati ajratilishi ko'zda tutilgan. Natijada Gulnora opaning pensiya miqdori 1.550.000 so'mga yetadi. Bu qo'shimcha mablag' unga nafaqat dorilarni, balki parvarishiga yordam beruvchi shaxs uchun ham qisman to'lovlarni amalga oshirishga imkon beradi. Bu esa uning hayot sifatini sezilarli darajada oshiradi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, doplati miqdori va shartlari har bir toifa uchun farq qilishi mumkin. Aniq summasi va shartlari prezident qarorida to'liq keltiriladi.
Shuning uchun tegishli rasmiy manbalarni doim kuzatib borishingizni tavsiya qilaman. Main part 2. Qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, bu yangi doplatani olish jarayonida ham bir qator istisnolar, ba'zi bir tuzoqlar va odamlarning e'tiboridan chetda qolishi mumkin bo'lgan noaniq jihatlar mavjud. Bularni bilish sizni ortiqcha xarajatlardan, vaqt yo'qotishdan va asabiy zoriqishlardan asraydi. Birinchidan, boshqa imtiyozlar bilan to'qnashuvlar. Ba'zi pensionerlar, masalan, harbiy xizmatchilar, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari, olimlar va boshqalar, o'zlarining sobiq ish joylaridan yoki boshqa davlat dasturlari orqali allaqachon qo'shimcha imtiyozlar yoki maxsus pensiya qo'shimchalarini olishlari mumkin. Savol tugiladi. Ularga ham bu yangi doplata beriladimi? Ko'p holatlarda qonunchilikda bir turdagi imtiyoz yoki doplata tanlovi degan qoida mavjud bo'ladi. Ya'ni agar siz allaqachon bir turdagi, masalan, shaxsiy pensiya yoki xizmat staji uchun maxsus doplatash olgan bo'lsangiz, yangi doplatani olish imkoniyati cheklanishi mumkin yoki sizga ikkita doplatadan qaysi biri ko'proq foyda keltirsa, o'shani tanlash taklif etilishi mumkin. Bu juda muhim nuqta, chunki odamlar har ikki doplatani ham olishga umid qilishlari mumkin, ammo amalda bu har doim ham shunday bo'lmaydi. Bu kabi holatlarda pensiya jamg'armasi xodimlari bilan bevosita maslahatlashish zarur. Ikkinchidan, daromad chegaralari. Ba'zi ijtimoiy yordam turlari pensiyadan tashqari boshqa daromadlar miqdori bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, agar pensionerning o'zining yoki u bilan birga yashovchi oila a'zolarining daromadlari ma'lum bir chegaradan yuqori bo'lsa, u holda ijtimoiy yordam ko'rsatish rad etilishi mumkin. Hozircha bu yangi doplata uchun bunday chegara mavjudligi haqida aniq ma'lumot yo'q, ammo kelajakda bunday shart paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa, agar doplata kam ta'minlangan oilalarga yordam sifatida joriy etiladigan bo'lsa, bu mezon juda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun, agar siz ishlab turgan pensioner bo'lsangiz yoki oilangizdagi daromad manbalari juda ko'p bo'lsa, bu doplatani olish imkoniyatlaringizni pensiya jamg'armasida aniqlashtirishingiz kerak bo'ladi. Uchinchidan, yolg'iz yashash holatini tasdiqlash. Yolg'iz yashovchi pensioner shunchasi aniq belgilangan bo'ladi. Bu shunchaki o'zi yashaydi degani emas. Ba'zida qarindoshlar uzoqda yashashi, lekin ro'yxatda birga turishi mumkin. Bu esa doplatani olishga to'sqinlik qilishi mumkin. Yoki kimgadir qarayotgan pensioner ham yolg'iz yashovchi hisoblanmaydi. Bu holatda turar joy boshqarmasidan, mahalla fuqarolar iginidan yoki davlat xizmatlari markazlaridan tegishli ma'lumotnomalarni olish kerak bo'ladi. Ba'zida uyda ro'yxatda turgan boshqa shaxslar bo'lsa-da, ular pensionerga hech qanday moddiy yordam bermasa, bu holatni isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. Bu yerda mahallaning xulosasi va ijtimoiy xodimning tekshiruvi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, byurokratik to'siqlar va hujjatlar bilan bog'liq muammolar. Har doim ham hamma hujjatlar joyida va tartibda bo'lmaydi. Mehnat daftarchasidagi xatolar, ism-familiyadagi farqlar, tugilgan sanadagi noto'g'riliklar, nikoh yoki ajrim to'g'risidagi guvohnomalarning yo'qligi kabi mayda ko'ringan muammolar doplatani olish jarayonini sezilarli darajada kechiktirishi mumkin. Ayniqsa eski namunadagi hujjatlar, masalan, sobiq ittifoq davrida berilgan sertifikatlar va ma'lumotnomalar bilan bog'liq muammolar ko'p uchraydi. Bunday holatlarda hujjatlarni tartibga solish uchun qo'shimcha vaqt va resurs talab etiladi. Ba'zida sud orqali mehnat stajini tasdiqlash yoki qarindoshlik rishtalarini isbotlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun hujjatlaringizni oldindan tayyorlab, ularning to'g'riligini tekshirib chiqing. 5-dan, informatsiya boshliqlari. Hukumat qarorlari e'lon qilinganda dastlabki ma'lumotlar umumiy xarakterda bo'lishi mumkin. Barcha tafsilotlar, aniq yo'riqnomalar va shakllar keyinchalik e'lon qilinadi. Bu davrda noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishi yoki noto'g'ri talqinlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun faqatgina rasmiy manbalardan, pensiya jamg'armasining rasmiy sayti, prezident qarorlari e'lon qilinadigan portal, hukumatning rasmiy axborot manbalari olingan ma'lumotlarga tayaning. Turli xil mish-mishlarga ishonmaslik kerak. 6-dan, inflyatsiyaning roli va doplatani hisoblash mexanizmi. Garchi bu doplata pensionerlarning moliyaviy ahvolini yaxshilashga qaratilgan bo'lsa-da, inflyatsiya tufayli uning xarid qobiliyati vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin.
Doplata miqdori bir marta belgilangandan keyin doimiy bo'lib qoladimi yoki muntazam ravishda qayta ko'rib chiqiladimi? Bu ham muhim savol. Agar u doimiy bo'lib qolsa, ma'lum vaqt o'tgach uning qadr-qimmati tushishi mumkin. Agar u har yili indeksatsiyalanadigan bo'lsa, u holda pensionerlar uchun yanada barqaror yordam bo'ladi. Bu jihatlar ham qarorning to'liq matnida aniqlashtiriladi. 7-dan, qarzlarning mavjudligi. Ba'zi pensionerlarda bankdan olingan kreditlar, kommunal to'lovlar bo'yicha qarzlar yoki boshqa turdagi majburiyatlar bo'lishi mumkin. Yangi doplatani olishda bu qarzlar bevosita ta'sir qilmasligi kerak. Ammo agar sizda ijro hujjatlari bo'yicha sud qarorlari mavjud bo'lsa, bu qo'shimcha to'lov ham sud ijrochilari tomonidan undirilishi mumkin. Shuning uchun, agar sizda bunday muammolar mavjud bo'lsa, imkon qadar tezroq ularni hal qilishga harakat qiling. Doplata sizning hisobingizga tushishi bilan uni darhol yechib olish yoki mavjud qarzlar bo'yicha mas'ul organlar bilan bog'lanib, kelishuvga erishish tavsiya etiladi. Xulosa qilib aytganda, bu doplatani olish oson bo'lishi mumkin, ammo ba'zi holatlarda e'tiborsizlik yoki ma'lumot yetishmasligi tufayli qiyinchiliklarga duch kelish mumkin. Shuning uchun har bir qadamni o'ylab, maslahatlashib harakat qilish zarur. Praktikal advice, pensionerlar uchun aniq ko'rsatmalar. Endi esa bu doplatani olish uchun aniq qadamlar, ya'ni siz nima qilishingiz kerakligi haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu jarayonni iloji boricha soddalashtirishga harakat qilaman. Shunda har bir pensioner uni osongina tushunib, amalga oshira oladi. Bir qadam, axborotni aniqlashtirish. Birinchi va eng muhim qadam, bu rasmiy manbalardan prezidentning tegishli qarori yoki farmonining to'liq matnini topish va diqqat bilan o'qib chiqish. Qaror matnida doplatani olish shartlari, kimlarga berilishi, qanday miqdorda berilishi va uni olish uchun qanday hujjatlar talab etilishi aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Qayerdan topishingiz mumkin? O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, Lex.uz, bu yerda barcha rasmiy hujjatlar e'lon qilinadi. Qidiruv bo'limiga pensiya, doplata yoki prezident farmonining raqamini kiritib topishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, PFUZ, bu yerda yangiliklar va tegishli yo'riqnomalar e'lon qilinadi. Xalq qabulxonalari, agar internetga kirish imkoniyatingiz bo'lmasa, eng yaqin xalq qabulxonasiga borib, maslahat olishingiz mumkin. U yerda sizga tegishli hujjatlarni topishga yordam berishadi. Pensiya jamg'armasining ishonch telefoni, agar sizga aniq bir savol bo'lsa, ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, mutaxassisdan ma'lumot olishingiz mumkin. Telefon raqamlari pensiya jamg'armasining rasmiy saytida keltirilgan. 2 qadam, zarur hujjatlarni to'plash. Qaror bilan tanishib chiqqach, doplatani olish uchun qaysi toifaga kirishingizni aniqlab oling va shunga mos ravishda hujjatlarni tayyorlashni boshlang. Aksariyat hollarda quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Pasport yoki identifikatsiya kartasi, asl nusxasi va nusxasi. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Pensiya guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi. Sizning pensioner ekanligingizni tasdiqlaydi. Mehnat daftarchasi, asl nusxasi va nusxasi yoki mehnat stajini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar. Agar siz mehnat staji bo'yicha doplataga da'vogar bo'lsangiz, bu hujjat juda muhim. Undagi yozuvlarning to'g'riligiga alohida e'tibor bering. Nikoh guvohnomasi yoki nikohning bekor qilinganligi haqidagi guvohnoma, asl nusxasi va nusxasi. Agar siz yolg'iz yashovchi pensioner bo'lsangiz, bu hujjat sizning oilaviy holatingizni tasdiqlaydi. Agar turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa, uning o'lim haqidagi guvohnomasi ham kerak bo'lishi mumkin. Yashash joyidan ma'lumotnoma, dom boshqarmasidan yoki mahalla fuqarolar yig'inidan. Bu sizning haqiqatan ham yolg'iz yashayotganligingizni tasdiqlaydi. Ro'yxatda boshqa shaxslar yo'qligi yoki ular sizga qaram emasligi ko'rsatilishi lozim. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma, asl nusxasi va nusxasi, agar siz nogironlik bo'yicha doplataga da'vogar bo'lsangiz. Xizmatlaringizni tasdiqlovchi hujjatlar, agar siz maxsus xizmat ko'rsatgan shaxs yoki ma'lum kasb egasi bo'yicha doplataga da'vo qilsangiz, masalan, mukofotlar, faxriy unvonlar haqidagi guvohnomalar. Muhim, barcha hujjatlarning asl nusxasi va nusxalarini tayyorlang. Asl nusxalar faqatgina tekshirish uchun ko'rsatiladi. Pensiya jamg'armasi esa nusxalarni olib qoladi. 3 qadam, arizani topshirish.
Hujjatlaringizni to'liq tayyorlaganingizdan so'ng arizani topshirishingiz mumkin. Bu jarayon bir nechta yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin. Davlat xizmatlari markazlari (TXM) orqali. Bu eng qulay usullardan biridir. O'zingizga eng yaqin bo'lgan TXMga murojaat qilasiz. U yerda mutaxassislar sizga arizani to'ldirishda yordam berishadi va hujjatlaringizni qabul qilishadi. Bu yerda siz bir darcha tamoyili asosida xizmat olasiz, ya'ni boshqa tashkilotlarga borib yurmaysiz. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari orqali to'g'ridan-to'g'ri pensiya jamg'armasining yashash joyingizdagi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda ham mutaxassislar arizangizni qabul qilib, kerakli maslahatlarni berishadi. Elektron portal orqali Mi.gov.uz. Agar sizda elektron imzo bo'lsa va internetdan foydalanishni bilsangiz, elektron hukumat portali orqali onlayn ariza topshirishingiz mumkin. Bu usul vaqtni tejaydi va navbatlarda turishdan xalos etadi. Arizani to'ldirishda ehtiyot bo'ling. Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiriting va hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yuklang. Arizani to'ldirishda aniqlik va diqqat talab etiladi. Barcha ustunlarni to'g'ri va aniq to'ldiring. Hech bir maydonni bo'sh qoldirmang. Agar qandaydir savolingiz bo'lsa, mutaxassislardan yordam so'rashdan tortinmang. 4 qadam. Arizaning ko'rib chiqilishini kuzatish. Arizangiz topshirilgandan so'ng uning ko'rib chiqilish muddatlari bo'ladi. Odatda bunday turdagi arizalar 15-30 kun ichida ko'rib chiqiladi. Sizga arizangizning qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqnoma beriladi va unda arizangizning holatini tekshirish uchun noyob raqam ko'rsatiladi. Arizaning holatini quyidagi yo'llar bilan tekshirishingiz mumkin. TXMga murojaat qilish orqali. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga qo'ng'iroq qilish orqali. Mi.gov.uz portalidagi shaxsiy kabinet orqali, agar onlayn ariza topshirgan bo'lsangiz. 5 qadam. Natija va to'lov. Agar arizangiz qanoatlantirilsa, sizga doplatani olish huquqi berilganligi to'g'risida xabar keladi. Doplata pensiyangiz bilan birga yoki alohida to'lov sifatida sizning pensiya kartangizga yoki pochta orqali yetkazib beriladi. Aprel oyidan boshlab to'lovlar amalga oshirilishi kutilmoqda. Agar arizangiz rad etilsa, sizga rad etish sabablari yozilgan rasmiy javob yuboriladi. Bunda tushkunlikka tushmang. Rad etish sabablarini diqqat bilan o'rganib chiqing. Ba'zida rad etish sababi hujjatlardagi kichik kamchiliklar yoki noto'g'ri to'ldirilgan ariza bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda kamchiliklarni bartaraf etib, qayta ariza topshirish imkoniyatingiz bo'ladi. Agar siz rad etish sabablari bilan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi pensiya jamg'armasiga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Qo'shimcha maslahat: sabrli bo'ling. Har qanday davlat xizmatlarida ma'lum bir muddat talab etiladi. Hujjatlaringizni to'g'ri tayyorlash va barcha ko'rsatmalarga rioya qilish jarayonni tezlashtiradi. Hech qachon vositachilarga ishonmang. Barcha xizmatlar bepul taqdim etiladi. Agar sizdan pul talab qilinayotgan bo'lsa, darhol huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qiling. Pensionerlarimizning ehtiyojlari davlatimiz uchun doimo ustuvor vazifa bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Bu doplata ham ana shunday g'amxo'rlikning yana bir yorqin namunasidir. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz do'stlar, men bugun sizga prezidentimizning tashabbusi bilan pensionerlarimiz uchun kutilayotgan katta doplata haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Siz bu doplatani kimlar olishi mumkinligini, u qanday ahamiyatga ega ekanligini, qanday toifalarga berilishi mumkinligini, shuningdek, e'tibor berish lozim bo'lgan noaniq jihatlar va tuzoqlarni bildingiz. Eng muhimi, bu doplatani olish uchun qanday amaliy qadamlarni amalga oshirish kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar oldingiz. Yodingizda tuting, bu ma'lumotlar sizning va yaqinlaringizning hayotini yaxshilashga xizmat qiladi. O'zingizga tegishli bo'lgan imkoniyatdan foydalaning. Hujjatlaringizni tayyorlang, rasmiy manbalardan ma'lumotlarni aniqlashtiring va o'z huquqlaringizni himoya qiling. Davlat sizni qo'llab-quvvatlashga tayyor, faqat siz ham harakat qilishingiz kerak. Endi esa sizdan kichik bir iltimos. Bugungi videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Bu biz uchun katta motivatsiya. Videoga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosing, toki yangi va muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz.
Va eng muhimi, oz fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz qaysi toifaga kirasiz? Sizningcha bu doplata kimlarga berilishi adolatliroq bo'ladi? Sizningcha qanday muammolar yuzaga kelishi mumkin? Sizning tajribangiz biz uchun juda muhim va boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Birgalikda biz bu jarayonni yanada shaffof va tushunarli qilishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. O'zingizni ehtiyot qiling.